Xo'sh, qaysi biri legenda deyishga arziguli? RAM-mi yoki Nexus 2mi? Solishtirib ko'ramiz. RAM Laramie 2.5 paketida 607 turbinli dizelli dvigatel bo'ladi. Ay образный 6 ta silindrga 1152 Nm, 370 ot kuchi bo'ladi. Nexus 2 da esa 1.6 litrli atmosferniy dvigatel o'rnatilgan bo'ladi. 4 ta silindrga 150 Nm, 1152 Nm va 109 ot kuchi, 370 ot kuchi. RAMning yerdan balandligi 1,5 metr atrofida. Ayni damda Nexus'ning yerdan balandligi 20 sm atrofida. 1 tonnaga yetib bormaydigan Nexus 2 taxminan 0 dan 100 gacha 11 sekund atrofida qo'zg'alib berishi mumkin. RAM esa o'zining 3,5 tonnalik og'irligi bilan 9 sekund atrofida 0 dan 100 gacha qo'zg'alib berishi mumkin. Ma'lumot uchun RAMning dvigatelini to'liq o'zini vazni Nexus 2 bilan taxminan 1 xil keladi. RAM o'zi bilan 9 tonna atrofida kamida yuk tortish qobiliyatiga ega. Nexus 2 esa 1 tonna atrofidadir. Mayli, ularni qo'ying. O'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan avtomobillarning e'loni agar sizga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola profilning yuqori qismida.